qirli joyi tekis yer emasda. Bu yerdan suv tez oqadi bir xil joydan sekin oqadi. Relyefi shunaqa. Iloji bo'lsa, tezroq tinishi uchun ariq ichinimda o'y chiqish kerak mana. Kattaroq qatlamchi tuproq o'zi. Mana qilayotgan loyiqani haydash kerak. Tezroq tinadi shunda shu. Loyiqatish kerak. Bitta o'zini xodi bilan loyiqatish kerak emasda, siz qo'shimchasiga buni zo'rlab loyiqatishingiz kerak. Lekin shunda tezroq tinadi suv. Loyiqasini tozalab tumagandan keyin katta daxana bor, mana katta daxana bor, kichkinasi bor. Bir xil alohida bosadi, bir xil bitta qilib bosadi. Kattaroq solasang o'tib. Shunda katta daxana bilan kichkina daxananing normasi, suv normasi buzilmasligi uchun mana bu katta daxana oldi tarafi baland bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerga ham tez suv chopqillab tez kirib ketadigan bo'lsa, normasi buzilmaydi. Agar buni oldi baland bo'ladigan bo'lsa, bu yerda suv turg'unroq oqadi, loyiqa cho'kishi bo'ladi, norma buziladi. O'shaning uchun sal oldi tarafi pastroq bo'lishi kerak iloji boricha.